Assalomu alaykum, Nuriyada yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Janob Allohning salami hammanglarga bo'lsin. Hammanglarning xabarida bo'lgandek, biz yoshlar Nuriya Uyg'ur Islom madaniyat markaziga hayat bo'lib kirgan edik. Bugungi bu videoni ishlashga maqsadimiz bo'lsa, biz kirgandan keyingi xizmatlarimiz to'g'risida bir qisqacha doklad berib o'tmoqchi. Hamda bu aslida biz har bir shaharlarga berib, sizlar bilan yuzturani ko'rishib, didarlashib, bu bizniki xizmatlarimiz ustida bir doklad beraylik deb o'ylashgan. Ammo nayt afsus bu Xitoy virusi tufayli biz amalsiz bu videoda sizlar bilan salomlashadigan bo'ldik qarindoshlar. Biz oldin bu xizmatlarni necha bosqichga bo'ldik, ya'ni kichik bolalar, yoshlar va cho'nglar. Kichik bolalar to'g'risida biz masjidimiz qurilgandan yoqi har shanba kuni Oslo va Oslo atrofidagi kichik farzandlarimiz uchun biz Qur'on kursi ta'sis qildik va buning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Bundan tajribadan olgan biz bu Norvegiyadagi barliq yashayotgan shu sabiylarimizga mushunga o'xshash bir bilim ilish sahnasini hazırlash uchun biz to'g'ridagi islom ya'ni Qur'on darsini ta'sis qilgan bo'ldik. Bu to'g'risidagi uchurni Nuriya Uyg'ur Islom madaniyat markazininki Facebook betidan ko'rib olsanglar bo'ldi va shu yerda tizimlatish anketi bor. Shu anketni to'ldirish orqali tizimlatib darsga qatnashsanglar bo'ladi. Undan boshqa yoshlar uchun biz nima ishlarni qildik degan vaqtida biz Nuriya Uyg'ur yoshlar uyushmasidagi qarindoshlarimiz bilan hamkorlashish orqali biz yoshlarni har turli tantarbiya faoliyatlarini uyushtirib kelyapmiz, ham tog' faoliyatlarini uyushtirib kelyapmiz. Bu to'g'riliq uchurlar bizningki Nuriya Uyg'ur yoshlar uyushmasiningki Facebook betidan ko'rib olasizlar va buning qiziqadigan yoshlar shu Facebook betidagi tizimlatish anketini to'ldirish orqali shu faoliyatlarga qatnasha olasizlar. Undan boshqa yana biz shu Oslo va Oslo atrofidagi yoshlarimizga yoshlar faoliyat markazini ta'sis qilishni planlayapmiz, ham shu proyektda mengayapmiz. Maqsadimiz bo'lsa, yoshlarimizni masjidga yig'ish orqali shu masjidimizning ichida sog'lom bo'lgan faoliyatlarni ilib berish. Undan boshqa bizning yana qilayotgan xizmatimiz nima deganda, biz oldi bilan Norvegiya islom jamiyatiga a'zo bo'lib kirdik. Shuning bilan birga Norvegiyadagi barliq masjidlar va islomiy tashkilotlar bilan biz hamkorlik o'rnatishga tirishib kelyapmiz va bular bilan ba'zi masjidlar bilan dialoglarni o'tkazib qo'ygan bo'ldik. Bu to'g'risidagi tafsiliy mazmunni yana bir videoda bizningki Nijot qarindoshimiz tafsiliy to'xtalib o'tadi. Hamda bizning kelgusimizdagi planimiz nima degan vaqtida oldi bilan birinchisi ya'ni masjid setib olish. Undan boshqa biz bu masjidimizda har yetda barliq mushu Norvegiyada yashayotgan qarindoshlarimizga yerlik dasturxonimizni ochamiz. Oldimizda aylarning sultoni bo'lgan Ramzon oyimiz kelyapti. Bu 30 kun Ramzon ichida bizningki har kuni masjidimiz ochiq bo'ladi va taravih iftor faoliyatlari mishada bo'ladi. Undan boshqa yana zo'liqni mishada birga yeb, ro'zni inshaalloh hammamiz birlikda tutishga tirishimiz. Undan boshqa yana bizningki ko'ngillardek bizning bu masjidimizning ko'lami 150 kvadrat keladi. Har xil turdagi nikoh faoliyatlariga, nikoh so'rinlariga mos keladi. Shuningga nikoh o'qimoqchi bo'lgan qarindoshlarimizning biz bilan aloqalashishini umid qilamiz. Yana undan boshqa qanday deganda biz bu her bir Uyg'urlar to'plashib yashayotgan rayon va shaharlarda, masalan, Skiene, Sarpsborg, Gjøvik, Kristiansand, Stavanger degandek mushu rayonlarda har shanba kuni shu yerda yashayotgan sabiy bolalarimiz uchun ana til dars o'tadiganga yoki bo'lmasa Qur'on darsi o'tadiganga ya bo'lmasa kichik bolalarimizga faoliyat qilib beradiganga har haftada bir kunlik ya'niki ijorasini biz to'lashga kipillik qilamiz va bu jihatdan biz qo'limizdan kelishtirishimiz. Bu to'g'riliq uchurlarni bizningki masjidningki ichilish murosimi bo'lganda har shahardan kelgan vakil qarindoshlarimizga biz buni uqtatgan edik. Bu yerda yana bir qitim deyishni to'g'ri topdik. Undan boshqa xabarlantirib qo'ydig'imiz, bizning masjidimiz har kuni taqilib qolgani yo'q, har kuni ochiq. Bamdoddan xubtangacha har qanday vaqtida qarindoshlarimiz kelsa bizning eshigimiz ochiq. Agarda misha kirib namoz o'taydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, biz qarshi olamiz, eshigimiz sizlar uchun har vaqt ochiq. Kirib qaranglashib, chiqitay, choy ichib chiqitay desanglarmi, biz qarshi olamiz qarindoshlarim. Mening so'zlaydiganim mushunchalik. Unda bo'lsa biz kelarki videoda bizningki Nijot qarindoshlarimizninki so'zlarini anglab boqaylik. Hammalarga Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.